Salam Atavatanchi YouTube kanalının mehriban tomoshaçilari, hormatli tomoshachilarimiz, bugun Xitoy Xalq Respublikasining Turkmenistondagi elchixonasining qurulmag'ini Xitoy Xalq Respublikasining döredilmeğinin 76 yıllık münasibetli bayramçılık çarifi geçirilir. Biz hem bu çari Atavatan media toporu olup qatnaşmana geldik. Mehriban tomoshachilarimiz, bu yerden qiziqli video şekillere tomosha etmek isteyen olsanız onu bizning bilan qalın. Paytaxtımız Aşgabat'ın Yeliz Mehmanxonasida Xitoy Xalq Respublikasining döredilmeğinin 76 yılına bağışlanan davralı qabul edişlik çarifi geçirildi. Xitoyning Turkmenistondagi elchisi Sizi Shumining qatnaşmag'ida geçirilen davra Atavatan media toporu hem qatnaşdi. Çari yuqori derejeli mehmonlar Turkmenistonning Ministrlar Kabinetining boshlig'ining o'rinbosari, Tashqi ishlar ministri Rashid Meredov, Sheylikim Turkmeniston akkreditlanan diplomatik vakilxonalarining yo'l boshchilari, Yeshavir toporlarining jamiyatchilik qurilmalarining va ko'pchiliklar xabar verish serishtalarining vakillari qatnashdilar. Elchi Sizi Shumining o'z chiqishida Xitoy bilan Turkmenistonning arasindagi strategik xizmatdoshlikning yuqori darajasini niqtab, davlat boshliqlarining ividarli do'stliklarining ikki taraflarini qatnashliklari güçlü itergi berganligini aytdi. Sheylikim ulug' energetika, savdo va madaniyat o'g'irlarini xizmatdoshlikning ta'zim mumkinchiliklarining ochilganligini bellab, Xitoyning dunyo darajasindagi o'sishlari va xalqaro boshlang'ichlari barada ma'lumot berdi. Turkmenistonning Ministrlar Kabinetining boshlig'ining o'rinbosari, Tashqi ishlar ministri Rashid Meredov o'z chiqishida Turkmen-Xitoy qatnashliklarining tarixing cho'ngligini barib yetganligini, xalqlarning arasindagi önemli xizmatdoshlikning ko'p asrlik efaflarda o'stirilganligini belladi. Ministr xalqaro siyosiy kengishlikdagi xizmatdoshlikning hem yuqori darajaga chiqqanligini niqtab, iqtisodiyotning turli o'g'irlarinaki xizmatdoshlig'ning kengayganligini ayratgan bellab geçdi. Xitoy bilan Turkmenistonning arasindagi qatnashliklaring davri va mazmuni iqtisodiy xizmatdoshlikning cheklaridan chiqib, keng medan insonparvar ulg'omlari hem aralashar. Xitoyda bilim olgan turkmen taliblarining sonining artmag'i, madaniyat yillarining ustunlikli geçirilmegi, sheylik hem sivitlar arasindagi qatnashliklar do'st o'g'inlik qatnashliklarining berkitilmegine xizmat edýär. Tashqi ishlar ministrining bellemegine göre häzirki wagtda Xitoy Xalq Respublikasında Türkmen taliblarining 6500 dan gowragy turli uğurlarda bilim alýar. Şeýle hem Türkmenistanda dostluk yurt bolan Xitoy Xalq Respublikasının dilini öwrenmäge gyzyklanma bildirýänleriň sany hem iýgiderli artýar. Bu dawraly çäre iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň diňe bir döwlet derejesinde däl, eýsem halklaryň arasyndaky dostlugyň hem putalanyp barýanlygyny suwd etdi. Bu dawraly çäräniň ahyrynda mehmanlary hödür kerem edildi. Şeýle hem Türkmen we Xitoy sahablary ýanglandy.